Salom do'stlar, bugun transportsiz 3 kilometr bosib o'tish challenge boshladim. Aniqdan kelyapman. Onamga yordamlashishga ketyapman. Onam bu YouTube'ga qo'yayotgan birinchi video. Transportsiz 3 kilometr bosib o'tamiz hozir. 18 minutda bosib o'tish kerak. Yurarmikanman? Naviyligim bilan yerda ko'rinayotgan bo'lsa kerak, ko'rinmayapti. Dahshat qo'yishdi, dahshat. Hattoki o'zim ko'rganim qo'yishdi. Chiroyli ekan. Ketyapman mana. Yoqda qanaqadir changga o'xshash narsalar aylanyapti. Dovul povul bo'lib yotibdi yoqda. Dovul bo'ron degan kommentariyada yozib qo'yinglar. Buni nomini nima deydi? Dovul deydimi yo dovulmi bo'ronmi? Kommentda kutaman. Lekin berim shuncha joydan bilib 18 minutda qanday yetib borish mumkin? Harakat qilamiz endi. Qo'limga qanaqadir narsa yeb qo'ygan. Telefonni o'shib. Bu YouTube'ga qo'yayotgan birinchi videom desam yolg'on bo'ladi. Endi birinchi marta o'zimni video olyapman-da. Qachon borar ekanman? Anaviyligim. Yo'lam shunaqasi shamol bo'lyapti. 18 minutga budilnikka qo'ydim. 18 minutga. Oy. Oy. Endi o'zim kichkina velosipedcham yetdi chiqib olaman. Bu videoni kattalashtirib ko'rish maslahat beraman, chunki kattalashtirib olinganlari borki, kichraytirib olinganlari ham bor. Ikki xil bo'lib qolmaslik uchun kattalashtirib. Mana davlataman. Bu joylarni biladiganlar bo'lsa kommentariya kutaman. Agar mana shu video 2000 ta like yig'sa, endi 3 kilometr emas, 10 kilometr transportsiz 10 kilometr bosib o'tib ko'raman. Hali bu video ikkinchi qismi chiqadi. Hozir 3 kilometr bosib o'tayotganmiz, keyin 10 kilometr birda. 10 kilometr mana yerlar juda zo'r bo'ladi. Albatta obuna bo'lishni ham unutmanglar. Oy. Ketyapman. Ana qo'shnimiz. Bu joylarga kelganlar bo'lsa, bitta like buni. Mana juda zo'r. Ben vaqtincha to'xtatib turaman. 4 minutdan beri 4 minut 40 sekund почти 5 minutdan beri yuribman. 18 minutda yetib borishim kerak.
Televizorlar qarang. Bitta ham joyda qolmagan. Hadi endi yo'l ko'rsatdim. Mana. Agar bu videoni Abdunazar qilayotgan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Hola. Böyle. Arkadaşlar ne dersin kişiler var. Bunu da mallar var. Böyle bunu da hoş gelmiş lan. Yani gittik kendi yolda otlanamız. Hala uyumuyor. Nerede yaptı? Oldu minuttan beri. Oldu yarım burada başladı. Isıktı. Böyle. Ona gidiyor. Hala ne olamam öyle. Oldu yarım bitti. Yetti öyle. Onu ilgitti. 8 minut yetib borishim kerak. 8 minut. Bu akam o'zimni nomimda emas. Biz orada o'zimni nomimni o'zgartirib olaman, lekin o'zim nomimda emas. Yaqinda sotuvgaman. Shoshilyapman da hali. Yarim qilishim kerak. Üyelikten düşüyorsam şöyle ederim. Böyle. Buna kim boyarlı biri? Düşüp gidiyordu. Hasta. Bir gün saklıdan geçtim ki uyuşu gitti mi hiç? Hiç koydu. Gittim kaldı. Otur. Sağladı. 18 minut yoklayandım bu günlükle. Umurdu sonra. Böyle. Mana şu şipon, birinchi şipon. Adashmasam bu yerdagilar qovun qiladi, yo'q adashmasam. Yo boshqanikimi? Adashmasam bu yerda qovunlari bor shular. Bu qovun bormi? Onami? Aman. Zakir boboniki, yo'q adashmasam. Bu yerga ketyapmiz. Oy, mana bu kiyim boyarli beri to'shib. Mana shunday qilaman. Mana. Ketamiz. Yo'limiz. Men uzun endigina 3 sürüp o'tdim. 4-sinfda o'qiyman. Endigina bu to'g'ridan jonli efir qilyapman. Manda hali montaj qilish bilmayman. Biriktalar aytadi ko'p narsalar yuzaga olaman montaj deydi. Montaj qilishni hali bilmayman. Önerlerde daraxtlar bor. Mana bu paxta bor edi. Kombayga tergizgan. Shu yerda qo'y boqadi. Nariroqda. Meni
Meni endi bir nima deysiz? Bitta gruppam bor. O gruppaga qo'shilishni istaydiganlar bor bo'lsa, tagiga gruppaga sizlarni ham qo'shib qo'yaman. Gruppaga sizlarni ham qo'shib qo'yaman. Kommentariyada raqam qoldiring. Davayki bitta challenge qilamiz. Kim ko'proq raqam yozib qoldirish degan challenge olamiz. Kim ko'proq raqam yozib qoldirsa, o'sha odamga 50 ming emas, 100 ming emas, 1 million beraman. Eng ko'p yiqqan odam. O'zi bu ikkita yangi mashina uchun endi menimcha 100 minggina, 20 minggina qoldi. O'zi yaqinda ochganman buni, adashmasam birinchisi Paybasik qo'yganman, adashmasam. Paybasik 2da politsiyani o'ldirishdi degandim, bilib bo'lmam. Ketyapman endi. Necha bo'libdi? 11 minut yetibdi. 3 minutda yetib borishim kerak. 3 minutda uyimgacha. Hozir sizlarga uyimni ko'rsataman, birdan 10 gacha baho berasizlar. Mana shu tomonlarga qaratibdi endi. Endi men agar buni Omon aka ko'rayotgan bo'lsa, kattakon rahmat. Men o'zim Omonxonni muxlisiman. Yaqinda Puzzle challenge chiqibdi. Qachondir ham kecha ko'rdim. Shu bir montaj ko'pda. Montaj ko'pda. Unga o'xshab montaj qilmayman-da lekin. Uni montaj biznes ko'p. Montaj ko'p qilmasa men yomon. Bir minutda yetib bora olaman. Agar mana shu video 200 ta obunachi, 2000 ta like, 2000 ta dedimmi? 1000 ta. 2000 ta qilaylik, mayli, 1000 ta deymizmi? 2000 ta like yig'sa, bu safar 3 kilometr, hozir 3 kilometr yurgan bo'lsak, keyingi safar 3 kilometr emas. Mana men uyim. Kelib qoldik. Bo'pti, like bosishni unutmaysizlar.